Ukrainalik Kostyuk Fransiya ochiq chempionatida Rossiya yulduzlarini urush haqida portlatdi. Navbatda rossiyalik Mirra Andreeva bilan to'qnash keladigan Kostyukning aytishicha, u rossiyalik sportchilar o'z uylarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar tufayli sukut saqlashlari mumkinligi haqidagi dalilni endi qabul qilmasligini aytdi. Agar rozi bo'lmasangiz, yo'l bor, dedi Kostyuk jurnalistlarga. Men urush boshlangan paytda Rossiyani tark etgan, butun biznesini sotib yuborgan, o'z mamlakatining boshqa odamlarga qilayotgan ishlariga rozi bo'lmagani uchun hamma narsani tashlab ketgan ba'zi odamlarni bilaman. U o'tgan yili Rossiyadan Avstraliyaga bo'lgan sadoqatini o'zgartirgan o'yinchi Darya Kasatkinani misol qilib keltirdi. Uning oilasiga bo'lgan bosimga qaramay, ochiqchasiga gapirgan. Tramp yana Vanche Rubio 2028 yilgi prezidentlik chiptasini taklif qildi, yoki ehtimol Rubio Vance. Prezident Donald Tramp yana bir bor vitse-prezident J.D. Vance va Rubioning davlat kotibi bo'lish yo'llanmasini qo'llab-quvvatlash g'oyasini ilgari surmoqda. 2028 yilgi saylov. Chorshanba kuni chop etilgan The New York Post gazetasining Pod Forche One nashriga bergan intervyusida Tramp 2028 yilgi prezidentlik poygasi uchun potensial da'vogarlar haqida so'ralganda Respublikachilar partiyasi ko'p iste'dodli ekanligini aytdi. Ammo u Vance va Rubioni alohida ta'kidlab, ikkalasi zo'r, menga ikkalasi ham yoqadi. Menga ular birga yoqadi, dedi. Ular juda qobiliyatli, dedi Tramp. O'ylaymanki, ikkalasi ham bir jamoa bo'lib, AQSh 60 ta davlat uchun samarali mehnat uchun qo'shimcha tariflarni nazorat qilmoqda. Bu amerikalik ishchilar tengsiz o'yin maydonida global miqyosda raqobatlashishga majbur bo'ladigan dinamikani yaratadi. Biz endi bu nomutanosiblikka toqat qilmaymiz, dedi Ustir elchisi Jameson Greer hujjatda. Tarif taklifi hozirda jamoatchilik muhokamasi va ko'rib chiqish uchun ochiq va shuning uchun darhol kuchga kirmaydi. AQSh savdo qonunchiligiga muvofiq yangi tariflar Trampga fevral oyida Oliy sud qarorini chetlab o'tishga yordam berishi mumkin. Unda uning tariflari asosan noqonuniy ekanligi ta'kidlangan. Kanada, Meksika, Tayvan, Pokiston, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi davlatlaridan import qilinadigan mahsulotlarga qo'shimcha boj o'rnatiladi. Bular Washington tergoviga ko'ra majburiy Kolumbiya prezidentligiga qat'iy o'yinchi nomzod Abelardo de la Espriella seshanba kuni AQSh prezidenti Donald Trampning ma'qullashini olgach, 21 iyun kuni bo'lib o'tadigan ikkinchi bosqich saylovlari oldidan o'z pozitsiyasini solchi senator Ivan Chepedaga qarshi mustahkamlab, Qo'shma Shtatlar bilan yaqinroq aloqalar o'rnatishga va'da berdi. Livan Vashingtondagi muzokaralar Isroil bosqinini to'g'rilashga umid qilmoqda. Livan Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroil 2 martdan beri Livanda 3468 kishini o'ldirgan. Urush davom etar ekan, Livan va Isroil nimani muhokama qilishlari kerak va muzokaralar Isroil hujumining tugashiga olib keladimi? Oldingi uchrashuvlarga o'xshab, tomonlar Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi janglardan so'ng qandaydir kelishuvga erishmoqchi bo'lib, bunga erishishga shubha bilan qarashmoqda. Livan hukumati hamon o't ochishni to'liq to'xtatishga intilmoqda. Biroq muzokaralar boshlanishi bilan Isroil Livan janubining turli qismlariga zarba berdi. Livan, shuningdek, Isroilni janubdagi Livan hududidan olib chiqishga harakat qilmoqda. Shunda 1,2 milliondan ortiq qochirilgan